Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tanishtiramiz. 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining 10 yilligini xotirlash chaqiriqi e'lon qilindi. Atalmish Xinjiang san'at institutidagi Xitoy simfoniyasi Uyg'ur san'atining taqdirini namoyon qildi. Afg'oniston talibanlarining vakillari o'miki Beijingda ziyoratda bo'ldi. Uyg'urlardagi tozalik va sog'lomlik madaniyati haqida Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Dünya Uyğur Qurultayı rəisi Dolqun Aysa 17-ci günü çağırıq elan qılıb, Avropadakı Uyğurlarni Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının Cenevədəki baş ştabı aldıda 24-ci iyun günü ötküzüldüyən kən köləmlik namayişə iştirak qilishga dəvət qıldı. Şundaqla 5-iyul günü bütün dünyadakı Uyğurlarga 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining 10 yilligini xotirlash munosabati bilan zo'r ko'lamlik namoyish yoki xotirlash faoliyatlari o'tkazishni tashabbus qildi. Dolqun Aysa'nın bildirishicha, Xitoy hukumati jazo lagerlari masalasida dunyoning ko'zini bo'yash uchun 24-iyun kuni Cenevadagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti markazida o'tkaziladigan 41-navbatlik kishilik huquq kengashining yig'inida atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining muavin raisi Erkin Tuniyazni so'z etmoqchi bo'lgan bo'lib, muhojiratlik Uyg'urlarning Xitoyning bu saxtakorligiga qarshi o'z noroziliklarini ifodalashning zarurligini so'zlab, Erkin Tuniyazning Uyg'urlarga vakolatan Birlashgan Davlatlar Tashkilotida so'zga chiqib, Xitoyning jazo lagerlari siyosatini aqlishining dunyo jamoatini qaymoqtirdiganligini hamda xalqaro yomon ta'sir paydo qildiganligini ilgari surgan. Dünya Uyghur Qurultayı rəisi Dolqun Aysa bu qitimliq 2009-yil Urumchida yuz bergan 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining 10 yilligini butun dunyodagi Uyg'urlardan dag'dug'iliq xotirlashni talab qilgan. O so'zida 16-iyun Hong Kongda 2 million xalqning ko'chaga chiqib, Xitoy hukumatiga bo'lgan norozilik irodalarini jakarlaganligini, millionlagan xalqi Xitoyning jazo lagerlarida azob chekayotgan Uyg'urlarning Hong Kongliklarga qaraganda texmo ko'p jasorat ko'rsatish lozimligini bayon qilgan. Sharq Turkistondagi eng chong va nupuzli san'at bulug'i bo'lgan Xinjiang san'at instituti uzun yillardan buyon Uyg'ur san'atini o'rinlig'ichi har soha talant egalarini tarbiyalab kelgan edi. Yaqinda mazkur institut qarmog'ida 54 nafar Xitoy o'quvchini asos qilgan holda Yoshlar Duxuy simfoniyasining qurilishi hamda o'zlarining muvaffaqiyat hisobida 11 turlik munavvar Xitoy muzika asarining o'rilishi Uyg'ur san'atini asos qilgan san'at institutining navbatdagi taqdirini jonliq namoyon qildi. Xitoy xəvərlər to'rining 19-iyundagi xabarda aytilishicha, Xinjiang san'at instituti qarmog'ida hozirga qadar Xitoy yoshlarini asos qilgan 4 xil simfoniya orkestri o'mik qurilgan bo'lib, yangidan qurilgani bu o'maklarning 5-chisi ekan. Xabarda ularning o'rilgan muzik asarlariga yuksak baho berilib, Jonxo milliy madaniyatidagi durdonalarni chaqintish bilan vatanparvarlik qizilgan tarbiyasini amaliy yo'sinda birlashtirgan deyilgan. Uyg'urlarning an'anaviy muqam san'atini keyingi avlodlarga yetkazish maqsadida mazkur institut qarmog'ida muqam kasb echilgan bo'lib, yaqinqi yillarda bir turkum qobil muqamchilarni tarbiyalab chiqqan edi. Sharq Turkistonda keng avj olgan Uyg'urlarning milliy madaniyatini yo'qotish harakatida Uyg'ur madaniyatidagi eng yorqin mazmunlarning hujumga uchrashi bilan Uyg'ur muqamlari tadrijiy holda Xinjiang san'at institutining muntazam kasblar qatoridan g'oyib bo'lishga boshlagan edi. Ana shunday ahvolda bir qism analizchilar fikr qilib, Uyg'ur muqam san'atining o'rnini Xitoy simfoniya o'maklarining egilishi Uyg'ur san'atining rasmiy munbaridan uzil-kesil cheklanganligining ifodasi dedi. iyun kuni Xitoyning tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Lukan kundalik yig'inga riyosatchilik qildi. Bir muxbir uningdan yaqinda Taliban vakillarining Beijingga kelish to'g'risida savol so'radi. Lukan javob berib, Talibanning Dohada turishliq ish bajarish o'rnining raisi Mulla Abdullah G'ani Baladar va bir necha hay'at Beijingda ziyoratda bo'ldi. Jungo taraf ular bilan Afg'onistonning tinchligi va taraqqiyoti hamda terrorizmga qarshi turish to'g'risida muzokara qildi va fikr almashtirdi. Shundaqla Jungo taraf Afg'onistonning yaqinqi vaziyatiga qattiq ko'ngil bilib kelayotganligi, boshdan oxir Afg'onistonning egilik huquqi barliq Afg'onistonliklarning degan ko'z qarashni amalga oshirishni qo'llaydiganligi. Har ikki taraf bu qatimliq fikr almashtirishning nihoyatda muhim ahamiyatga ega ekanligini muayyanlashtirib, terrorizmga qarshi turishdek birda qarashga kelganligini, Jungo taraf barliq yo'l va vositalardan foydalanib, Afg'onistonning tinchligining amalga oshishi va muqimlik uchun o'z rolini joriy qildiganligini bildirdi dedi. Afg'oniston Sharq Turkiston bilan chegirdosh bo'lib, uning siyosiy muhiti Xitoyga bevosita ta'sir ko'rsatgan bo'lg'achqa, Xitoy kommunistlari alohida sezgirlik bilan muomala qilib kelgan. Tozalik insoniyat madaniyatining o'ziki. İnsanlarning o'z-o'zini bilish darajasining ifodasi. Ma'naviy go'zallikning reallikka aylanishi, sog'lom va ruhli bo'lishning kapolati.
Tozalik har qaysi xalqlarning madaniyat safosining yuqori tuvanligini belgilaydigan tüp omillarning biri bo'lib, sog'lom tanda sog'lom aql degan maqol tamsil Uyg'urlarning qadimdan boshlab tozalikqa to'liq ahamiyat beradiganligidan iborat milliy psixikasini aks ettirdi. Uyg'ur xalqi o'zlarining uzun yillardan buyon shakllantirgan an'anaviy ish taqsimoti natijasida xotin-qizlar bola beqish, tomoq etish, kir yuyish, oila tozaligi va muhit tozaligi qatorliq uy ishlarini o'z ustiga olgan bo'lib, hammasida tozalik markaziy nuqta qilingan. Shuning uchun ular kundalik oila ishlarining birinchi qadamini sahardagi ommaviy tozalik faoliyatidan boshlaydi. Uyg'urlarning orasida bu ayolning qishig'i qarang, qochisining teshig'i qarang. Ishchan xotin sahar turib chechini taraydi, o'rin xotin uxlab turib qo'lin qo'laydi degan tamsilning kelib chiqishi mo sababsiz emas. Darvaqa Uyg'urlarning an'anaviy qarashida tozalikni ayollarni baholaydigan asosiy o'lcham qilgan. Kundalik turmushdami erning yoqisining kir yoki pokizlikka qarab, ayolning qandoq tabiatli kishi ekanligini o'lcharlaydi. Shu sababdan ona bo'g'ichi qizini kichik vaqtidan boshlabla oila ishlariga bo'libmi tozalik qilishga o'rgatadi. Hamisha o'z farzandlarga sahar turib tozalik qilsang savob bo'ladi. O'yla aram va yo'llarni supursang baxting ichiladi deb tarbiya beradi. Mushundaq an'anaviy ta'lim-tarbiya natijasida Uyg'urlar o'ltiraqlashgan yezi qishloq, shahar bozorlarda har kuni tong suzilishi bilan tangla hammadan burun Uyg'ur xotin-qizlar o'rnidan turib, yuz ko'zini yuvishdan ilgari uy ichi, o'yla aramlarini va uy atrofidagi cho'ng-kichik ko'chalarni pokiz supurib suv sepadi. Hojatxonalarni pokiz tozalaydi. O'yla aramdagi gulliklarga va gul tashtaklarga suv quyadi. Buning bilan oila va yurt mahallalar odamga bir xil jushqin kayfiyat beg'ishlaydi. Bir kunlik hayotning muqaddimasi ana shundoq pokiz muhit va sop havo bilan ichiladi. Shaharlardagi hozirgi zamon qavatlik uylarda o'ltiraqlashgan Uyg'ur xotin-qizlarimo ana shu an'anaviy tozalik odati bo'yicha o'z o'ltirgan qavatlik binoning palanpaylaridan tortib shu qavatning oldi, hatto keynigacha pokiz supurib tozalaydi. Ommaviy darajalarni fidokorlik bilan surtadi. Bundaq odat bir xil an'anaga aylang'ashqa bu xizmatga hech qanday oila majburlanmaydi. Balki qo'shnilar aro ixtiyoriy va tabiiy holda hammadan burun o'rnidan turib, ommaviy tozalik qilishni sharaf his qilishidi. Bundaq tozalik odati qandaqdir bir kollektiv yoki ma'lum tashkil o'rnashtirgan majburiy faoliyat bo'lmasdan, balki uzun yillar davomlash natijasida psixik an'anaga aylangan ma'naviy go'zallik faoliyatidir. Buning xosiyatidan barliqqa kelgan oila bilan muhit go'zalligi har kuni saharda ishga otlangan emgakchilarni ko'ngil ozodiligiga ega qilib, ularning ma'naviy dunyosida hayotlikqa muhabbat uyg'otadi. O'zaro inoqlikni kuchaytirib, kollektivizmning ruhini mustahkamlaydi. Shunda qilib saharda boshlanadigan ommaviy tozalik orqali barakat va nusratga yo'l ochadi. Oilasining ro'naq tepishini tilaydi. Kasallikning manbasini yo'qotishga tirishadi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.